Oilada pul mavzuyimiz. Har doimgidek yana eslatib o'taman. Shunchaki bu meni fikrim va meni qarashim. To'g'ri tushuninglar. Pul topgan odam oilada har doim yuqori o'rinda turadi, lekin pul topmagan odam eng pastki o'rinda turadi degan fikr bor. Bu menimcha faqat o'zbeklarda emas, boshqa millatda ham bo'lsa kerak. Chunki pul hozir ko'p narsani hal qilyapti. O'shani hisobiga men shunaqa fikrdaman. Lekin bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Qachondir tosh davri bo'lgan paytda ham oilada pul hal qilmagan hech narsani. Chunki hammaning qorni to'q bo'lsa bo'ldi bo'lgan. Hech kimga zamonaviy dahshat oshxona kerak emas bo'lgan, yoki mashina kerak emas bo'lgan, yoki iPhone kerak emas bo'lgan. Lekin to'g'ri hozirgi texnologiya zamonida texnologiya bilan hamma narsa yashash bu to'g'ri. Lekin bu degani faqat pul topgan odam oilada o'rni bor, pul topmagan odam oilada o'rni yo'q degani fikr noto'g'ri. Chunki misol uchun onalarimiz bor, ishlashmagan. Yaqin davrda ham onalarimiz ishlashmagan. O'zini yuqori o'rni bo'lgan oilada. Bu to'g'ri. Chunki hozirgi yoshlarimizni fikri pul topsa, kim pul topsa o'sha zo'r hisoblanadi. U farqi yo'q, ayol kishimi, erkak kishimi, ahamiyati yo'q. Erkak kishi pul topsa, bu yaxshi. Lekin ayol kishini pul topishi bu har doim yaxshilikka olib kelmaydi. Agar Lolazunum aytganidek, agar ayol oqila bo'lsa, bu yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin ayol aqlli bo'lsa, bu o'sha hamma minusiga o'ynaydi. U ayolning minusiga, o'sha oilani erkagini minusiga o'ynaydi, umuman oilani o'sha farzandlarning minusiga o'ynaydi. E'tibor beringlar, hozir aytdim. Agar ayol oqila bo'lsa, bu norma, lekin ayol aqlli bo'lsa, bu norma emas. Uni pul topishi. Bu meni fikrim. Bu meni to'g'ri fikrim. Sizlarning to'g'rilar bilan meni hech qanaqa disbalansim yo'q. Hammaga norma qarayman bo'lib, tema bo'yicha. Xullas, meni fikrim shunaqa. Agar sizlarning fikringiz boshqacha bo'lsa, o'zingizlarning fikrlarini izohlarda, kommentariyada yozinglar. Obuna bo'lishga hech chiqmasin.